Yo'juni bazasida qildinglar hammasini, to'g'rimi? Darslar ikkita maktabdan boshlaganmiz. Bu talabalar uchunmi? Bu talabalar uchun. Bu bank. Yo'q, to'liq ta'lim kampus. Davlat ichida kichkina davlat bo'lyapti-da. Shunaqa. Nechta loyiha tijoratlashdi? Hozirgi kunda 6-inchisi ketyapti UzAuto Motors bilan. Ko'chadagi hammasini borini olib kelmabsizlar-da. Qiziq, bitirganlar qayerda ishlayapti o'zingiz? Asosiy 70% kontingenti bizning talabalar. Operatorlarimiz hammasi professional. O'qish davrida o'rganadimi buni? Mana shu talabalarimiz. Qancha vaqt o'rganadi buni? 4 yil davomida. Kiyim tikishni 4 yil o'rganadi. Yo'q, endi bankada ham buncha apparat ko'p emas. Sizlarga o'rgatadimi bir o'qituvchi bormi? 3 ta diplom bo'ladi. 3 ta diplom bo'ladi. Davlatning ta'lim standartlarini inkor qilmoqchi emasmiz. Universitet jamiyatni hech narsa olmaydi. Jamiyatga faqat taqdim qiladi. Nima qiymat beradi? Assalomu alaykum, Rasululloh Aliyevich. Yaxshi keldingizmi? Ko'rib turganimdan xursandmiz. Ta'lim markazimizga o'qishga kelibsiz, marhamat. Rahmat. Bugun qisqa muddat ichida sizga universitet haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Agar ruxsat bersangiz, universitetimizni asosiy binosidan boshlasak, tanishtirishni. Bizning universitetimiz 2018-yildan o'z faoliyatini boshlagan. Dastlab nomi boshqacha edi. Ha, albatta. Bizda dastlab 2018-yilda Toshkent shahridagi Yoju texnika instituti nomi bilan faoliyat yuritishni boshladi. Endi o'sha vaqtda asosiy bilardingiz, bizning asosiy hamkorimiz bu Koreyadagi Yoju texnologiya universiteti edi. Biz asta-sekinlik bilan faoliyatimizni kengaytirib, xalqaro daraja, xalqaro ta'lim dasturlarini tatbiq qilishimiz natijasida sekin-astalik bilan xalqaro darajaga ko'tarildik. Shundan keyin 2022-yilda biz Toshkent kimyo xalqaro universitetini rebrending qildik, institutdan universitet maqomiga o'tkazdik. Yo'juni bazasida qildinglar hammasini, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Biz darslar institut sifatida tashkil qilgan paytimizda kadr tayyorlashda biz darslar ikkita maktabdan boshlaganmiz. Ya'ni iqtisodiyot va biznes iqtisodiyot maktabi va injenerlik maktabidan. Hozir bularning soni 5 ga yetdi. Ya'ni iqtisodiyot va biznes, muhandislik, ya'ni injenerlik, tibbiyot, ta'lim va san'at. Mana shu tarkibning ichida 38 ta bakalavriat, 24 ta magistratura va 15 ta doktorantura bor. Va shularning bazasida ketma-ketligida 5 ta, demak, ilmiy kengashimiz faoliyat yuritadi. Dastlab qancha edi sizlarda talabalar o'qiyotgan? Hozir qancha bo'ldi? Xo'p, dastlabki qabul qilgan yilimizda qariyb 1000 ga yaqin talaba ta'lim olishni boshlagan. Hozirgi kunda o'rtacha bizda 40 mingga yaqin talaba tahsil oladi. Bitta shu binoni o'zidami hammasi yo ko'pmi boshqa? Yo'q, bizni umumiy geografik joylashuvimizga ko'ra Toshkent shahrida, demak, hozirgi faoliyat yuritayotgan ikkita kampus markazimiz bor, ya'ni kampus adreslarimiz va shu bilan bir qatorda Namangan viloyati Namangan shahrida ikkita kampusimiz va Samarqand shahrida bitta kampusimiz. Umumiy holatda bizda hozirgi kunda, demak, 5 ta kampus faoliyat yuritmoqda. Demak, shu 5 taning o'zida qatnaydi. Shuncha. Shu vaqtgacha qancha talabalar bitirib chiqdi? Dastlab biz birinchi yili 849 ta talabadan boshlagan bitirishni. O'tgan yili adashmasam 7200 tadan ortiq talaba bitirdi. Ha, bu ikkinchi bitirish bo'lyapti. Bu uchinchi bitirish, bu yil 4-chi chiqadi. Bu yil qancha bitiradi reja bo'yicha? Bu yil reja bo'yicha adashmasam 10 mingdan ko'proq. Demak, bizda bu kampusimizda bosh binomiz, mana shu kampusimiz o'zida hozir mana bizda lokatsiyamizda yana qo'shimcha 3 ta binomiz bor. Ya'ni buni biz B, C va D deymiz. B va C binomiz asosan o'quv laboratoriya tipida qurilgan. Boya sizga aytib o'tgan bank nimasi mana hozir tayyor bo'lib qoldi. Xudo xolasa masjidga, endi bilasiz, talabalarga xizmat ko'rsatayotganda professional tartib bo'lishi kerak bo'ladi. Bu talabalar uchunmi? Bu talabalar uchun. Bu bank Yo'q, bankni professional xodimi o'zini o'tiradi. Bank xizmatini ko'rsatadi shu yerda. Ha, shu yerda ko'rsatadi. Shu yerda. Chunki endi to'lovlar bor, ma'lum bir bank xizmatlarini ko'rsatish kerak bo'ladi. Bu binoyimizni -1 va -2 qavatlarida laboratoriya tashkil qilingan. Hozir laboratoriyaga o'tsak, bizni talabalarimiz tomonidan mana shu laboratoriyada tayyorlangan nafaqat o'quv maqsadlari uchun, balki ma'lum bir professional yechimlarga ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Ko'rib turganingiz bu Open Space ko'rinishidagi o'quv laboratoriyasi. Mana bu yerda talabalar bevosita dars tayyorlab, o'zlari ma'lum bir topshiriqlarni, demak, nazariy qismlarini va ma'lum bir kompetensiyalarini malakalashadi va bu yerda asta-sekinlik bilan o'tib, demak, o'zlari uchun amaliy ko'nikmalar hosil qilishadi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizda arxitektura, qurilish bakalavriat va magistratura mutaxassisliklari bor. Mana bu arxitektorlar uchun. Mana bu bizni hozirgi kundagi kampusimiz. Biz hozir turgan binomiz mana bu hisoblanadi. Buni bolalar o'zlari tayyorlaydi. O'zlari, talabalarning o'zlari. Hozirgi kunda
yangi kampus loyihasi ishga tushmoqda. Aha. Bu bizda Samarqand viloyatidagi yangi kampusimiz loyihasi. Hozir mana bu qismi qurilish tugallanish jarayonida. Xudo xolasa 2026-27 o'quv yilidan boshlab mana shu kampusda biz faoliyatimizni boshlaymiz. Demak, mana bu qismimiz biz tibbiyot ta'lim yo'nalishi talabalar uchun baza sifatida klinika sifatida tashkil qilamiz. Bu yoq asta-sekinlik bilan, demak, meditsina maktabi, biznes maktabi, injenerlar maktabi, san'at qilib qo'yiladi. Endi o'rtadagi asosiy binomizda sport zal, talabalar uchun kutubxona, professorlar uchun alohida ma'muriy boshqaruv binosi va ana bu ikkita oq maketdagi ikkita bino bu talabalar turar joyi, yotoqxona. Va mana shu shirin. Bu qancha maydon? Bu hozirgi kunda adashmasam 7 gektarga mo'ljallangan loyiha. Xorijda universitetlar xuddi shunaqa uslubda qilinadi-yu, bu yoqda Shunday. professorlarni o'zini o'tiradigan alohida joyi bo'ladi. Yotoqxonasi ham shunga yaqin joyida bo'ladi. Kutubxonasi ham bor, boshqa bino shunaqa. Keyin endi bu yana ham ko'proq talabalarni qamrab olar ekan. To'liq ta'lim kampus sifatida Kvartal kompleks bo'ladi, sifatida. bitta Albatta, kvartal bitta mavzu bu mana Shirindagi asosiy bino. Hozirgi kunda o'sha Samarqandni to'liq ma'muriy boshqaruv hududi ham shu yerga ko'chirilmoqda. Ma'muriy binolari, asosiy bino hozirgi kunda bizani bitirish va foydalanish topshirish marhasida turibdi. Rasul Xizraliyevich bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu maket bizani tibbiyot maktabimiz uchun alohida qurilgan. Bu mana shu Olmazor tumanidagi Olmazor metro bekati, oldingi nomi Sobir Rahimovda, o'sha yerda qurilgan. Agar diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsangiz, tibbiyot maktabini asosiy talablaridan bittasi uni bazasi bo'lishi kerak. Mana bu bizdagi kimyo Universal Hospital, ya'ni bizning universitet xosimizdagi ko'p tarmoqli va zamonaviy tibbiyot xizmatlariga asoslangan klinikamiz. To'liq demak jihozlangan, hammasi demak malakali mutaxassislar bilan hozirlangan. Endi bu yerda o'quv laboratoriyamiz bor va bir qismi talabalar turar joyi bilan hozirgi kunda to'liq o'z faoliyatini yuritmoqda. Toshkentdagi asosiy kampusimizni bosh demak maydoni bu Toshkent viloyati Tuzor qismida joylashadi reja bo'yicha. Demak, hozirgi loyihamizni qurilish fazasini mana bu qismi yakuniga yetmoqda. Bu qismimiz bizda to'liq tibbiyot, ya'ni klinika qismiga aylanadi. Bu qismi demak ta'lim, tibbiy demak laboratoriyalar, ta'lim nimalari va mana bu bosh bizda demak ma'muriy boshqaruv binosi bo'ladi. Professorlar joylashgan. Endi biz kampusimizga yana alohida e'tibor berdik. Nafaqat talabalarga, balki ularning farzandlariga ham. Mana bu qismda biz bevosita demak universitet huzurida demak bog'cha va maktab, shu bilan bir qatorda kutubxona, sport zal, demak 4000 o'ringa mo'ljallangan talabalar turar joyi va ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda ham har bitta maktab uchun alohida bino barpo etilmoqda. Bunday qarasam butun bir mamlakat yaratyapsizlar shekilli o'zi alohida. O'zi universitetda doim butun dunyoda ta'riflanadigan bitta tushunchasi bor. Bu mamlakat ichra kichik bir davlat degan. Ha, shu davlat ichida kichkina davlat bo'lyapti-da. Shunaqa. Hozir bu binolar bitsa, u yoqdagi Samarqanddagi kampus bitsa, umumiy shunda universitetni jami qamrovi qancha bo'ladi shunda reja bo'yicha? Endi reja bo'yicha biz umumiy talabalarni sig'imini 90 mingtadan ko'proq hisoblangan. Lekin bu biz songa emas, balki sekin-astalik bilan sifatga qarab ketamiz. Yo'q. Lekin quvvat shunga yetadi. Quvvat shunga yetadi, albatta. Ruxsat bersangiz, bizda loyihalar va loyihalarni tezlashtirish bo'limining boshlig'i Polvonov Elmurod aka, agar bir qisqacha mana shu o'zingizlarni bugungi kunda amalga oshirgan faoliyatlar bilan tanishtirib o'tsanglar. Bu o'sha innovatsiya markazi bo'limimiz, ya'ni innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va tijoratlashtirish markazi. Bu yerda asosan biz yangi laboratoriyalarni tashkil qilish, undan keyin biz loyihalarni tijoratlashtirish bo'yicha juda ko'pgina loyihalar amalga oshiramiz. Nechta loyiha tijoratlashtirilgan? Hozirgi kungacha 5 ta loyihani tijoratlashtirganmiz. Hozirgi kunda 6-si ketyapti UzAuto Motors bilan. Qoyil. O'zi ko'p universitetlar, endi ilg'or universitetlar dunyoda ham faqat talabalarni to'lov kontraktidagi mablag'lar hisobiga emas, ular mana shu o'zlari yaratgan yangilikni sotish hisobidan ham foyda qilishadi. Albatta. Endi zamonaviy universitetda bitta elementi bor. Faqat ta'lim ulashish emas, yangi bilimlarni yaratish va shu bilimlarni, marhamat, bevosita demak tijoratlashtirish ham bo'lishi kerak. Oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak, nazariy bilimga asoslantirmasdan to'g'ridan-to'g'ri biz amaliyot bilan bog'lash boshladik. Mana bu endi bizda demak yo'l harakatini boshqarish
demak bakalavriat yo'nalishimiz bor. Hozir shuni biz magistraturani yo'lga qo'yish arafasidamiz. Bu barqaror transport deyiladi. Ya'ni buni Erasmus proyekti doirasida amalga oshiryapmiz. Bu svetoforlar hozir turibdi. Bu o'zinglar yaratganmi Bu endi o'zi aslida xarid qilib olingan, Xo'p. lekin buni to'g'ri programmalashtirishni universitet talabalari o'zi amalga oshirgan. Demak, dasturlashni bu yerda Shunaqa. o'rganishyapti. Endi qarang, yaxshi e'tibor bergan bo'lsa, O'zbekistonda mavjud bo'lib turgan svetoforlarni barcha ko'rinishlari bor bu yerda. Bu professional svetoforlar. Shu ko'chadagi hammasini borini olib kelmabsizlar-da. Erib ketganlari ham bo'ladi-yu bizda mana bunisi. Bu laboratoriyalarni hammasi o'quv laboratoriya. Mana hozir o'tadigan qismimizda bizda professional laboratoriya qismimiz bor. Bu katta zavodni modeli. Qanaqa zavod bu shunda? Ya'ni xomashyodan mahsulotgacha bo'lgan jarayonni avtomatikasini talaba shu yerda o'rganadi. Bu maketda ham bu kichkina ko'rinishi. Bu o'quv stendi bu. O'quv stendi. Qiziq, bitirganlar qayerda ishlayapti o'zingiz? Taxminan sizlar bu yerda bitirganlar. Bizda har yili aprel oyida job fair deyiladi. Ya'ni ish bizga buyurtmachi bo'lgan hozirgi kunda 170 dan ortiq buyurtmachi korxonalarimiz bor. Shular har yili kelib, mana shu bu yil 13-aprel kuni mo'ljallayapmiz. Kelib o'zlarini vakansiyasi bo'yicha shu yerda talabalarimiz o'rtasida nima qiladi? Endi ko'pchilik bitiruvchi talabalar deydi-da, lekin aslida bizda hozir 2-kursdan boshlab ishlayotgan talabalarimiz ko'p. Qoyil. Qayerlarda ishlayapti taxminan? Endi masalan mana boya aytib o'tganimizdek asosiy buyurtmachilarimiz masalan GM, UzAuto Motors. Mana yaqinda borib nima qilib keldik? BYD zavodda. Keyin O'zbekistonda bilasiz, Koreyani Hyundai Elevator, Hyundai Mumix, Rotem degan kompaniyalar sekin-sekin faoliyat yuryapti. Shular bilan shaxsan Koreyaga borib, gaplashib, ularning fillarini olib kelib, shularda hozir asosiy 70% kontingenti bizning talabalar. Bitiruvchilari ham bor, hozir o'qib yurganlari ham bor. Qoyil. To'liqligicha. Endi hozir xabaringiz bor, mana Hyundai Rotemdan O'zbekistonga tez yo'l poyezd olib kelinyapti. Shuni ham asosiy masalan xizmat ko'rsatuvchi personali va ma'muriy boshqaruv xodimlarini bizning talabalarimiz orasidan sekin-sekin talab olishyapti. Asosiy tanlov asosida oladi bu yerda. Asosiy masala bizda mutaxassisligidan, yo'nalishdan qat'iy nazar barcha yo'nalishlarni birinchi kursda koreys tilida o'qitiladi. Shu joyi biz uchun muhimligi bor. Bu degani Koreyadan kelayotgan investor bormi, u yoqdan kelayotgan nimaiki yangi zavodlar quruvchi bormi? Sizlardan kadr qidiradi-da. Xuddi shunaqa narsa. Bu endi umumiy binomiz texnopark deyiladi. Talabalar darsdan tashqari kelib o'zini mutaxassisligi bo'yicha shug'ullanadi. Bu yerda asosan kat yo'nalishda, ya'ni chizmalarni chizish, 3D printer bilan ishlash, misol konstruktiv amaliyotlarni bu yerda o'tasa, misol elektronika bo'yicha nimadir qilmoqchi yoki payat bo'yicha nimadir qilmoqchi. Shu bo'yicha misol ustoz sifatida, mentor sifatida qo'shimcha ravishda, darslardan qo'shimcha ravishda bola kelib o'zini amaliyotini, ko'nikmasini shakllantiradi. Malaka talabi bor, kompetensiya bor. Biz malaka talabidan asta yo'nalishimizni kompetensiyaga o'zgartiryapmiz. Ya'ni malaka talabida talaba nimani biladi deb savolga javob beradigan bo'lsa, kompetensiyada talaba nima qila oladi? Mana shu narsani biz malaka talabidan asta-sekinlik bilan o'tib, ya'ni kompetensiyalarga asoslangan ta'limni yo'lga qo'yishni boshlaymiz. Unda ertaga kadr borganda ham qiynalmaydi-da. Albatta. Birdan ishga kirishib ketadi, u yillab vaqtni o'tkazmaydi o'rganishga. Shunaqa. Bu endi muqobil energiya laboratoriyamiz. Muqobil energiya laboratoriyasi. Boyagi texnoparkimizda-ku, ya'ni ishchi zonamizda-ku. Bu yerda endi darslar, nazariy, amaliy darslar mana shu yerda o'tiladi. Yana bir alohida jihati bor, Rasul Duraliyevich, biza Mo'ynoqda mana shuni energiya ishlab chiqaradigan stansiyasini qurganmiz. Mo'ynoqda Mo'ynoq. qancha kilovat ishlab chiqaradi energiya? Qarang, 1 kilovatligini qo'yganmiz. 1 kilovat. 1 kilovatligini qo'yganmiz. Uni qayerga ulagansizlar? Nima ish qilyapti? Faqat chiqarib turibdimi? Yo'q, chiqarmaydi. Akkumulyatorlarga yig'gan holatda uni yig'ish mumkin. Aholiga uzatiladi. Aholiga beryapsizlarmi? Bu bizda demak arxitektura va shaharsozlik yo'nalishi talabalar va magistrantlari bo'yicha laboratoriya. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu yerda 3D printerdan boshlab maketlash, bevosita maket ishlab chiqarish, uni demak o'sha shahar arxitekturasiga muvofiqligini, boyagi ekologik ma'lum bir demak to'siqlarni barpo qilmasligi, yuzaga keltirmasligi bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Oddiy elementdan boshlanadi. Sekin astalik bilan mana bunaqa dunyodagi o'sha mashhur bo'lgan Burj Xalifami? albatta. Xudo xolasa O'zbekistonda ham mana shu o'zimiz bitirib chiqayotgan arxitektorlar bu narsani loyihalashga boshlashadi. Ko'ramiz endi shu kunlarni. Albatta. Bizning talabalar ba'zi bir mashhur arxitektor demak loyihalash demak korxonalarini asosiy injenerlari hozirgi kunda.
Qo'y. Bilasiz, hozirgi kunda mexatronika va robototexnika degan masalalar bor. Bular zamonaviy injeneriyani ajralmas qismi. Bu mexatronika, robototexnika degani har qanday ishlab chiqarishda bor bu narsa. Ya'ni fundamental fan deydi-ku. O'sha texnikani fundamental fani ko'nikmasini shu laboratoriya, ya'ni mexatronika va robototexnika nimasi beradi, laboratoriyasi beradi. Buni ham o'zinglar Buni ham ideyasini, konstruksiyasini noldan o'zimiz nima qilib chiqamiz. Endi to'g'ri, texnika va texnologiya nuqtai nazaridan biz ma'lum bir ishlab chiqaruvchi mamlakatlardan hozircha balkim masala muammolarimiz ko'pdir, lekin unga personal xizmat ko'rsatish bo'yicha biz ortda emasmiz. Bizdagi tibbiyot xodimlari, injenerlarni bilim saviyasi, amaliy ko'nikmasi bu masalalarni bemalol hal qilib bera oladi. Faqat ular uchun nima kerak? Mana shu fanlar aro bo'lib turgan fanlarni biz bevosita yo'nalishga ochishimiz kerak. Bizning universitetimizni boshqa oliy ta'lim muassasalaridan farqli o'laroq biz ko'p fanlarimizni yoki yo'nalishlarimizni ishlab chiqayotgan paytda albatta loyiha qilamiz. Va bu loyihani bevosita mana shu dunyodagi turli xildagi demak grant taqsimlovchilar bor. Mana eng mashhurlardan bittasi bu Erasmus. Ya'ni Yevropadagi eng katta demak ta'lim, tadqiqot muassasalarini moliyalashtiruvchi qismi. Mana bu yerda bizda talabalarga xizmat ko'rsatish markazi ishga tushirilgan. Xuddi yirik tuzilmalarda to'g'ridan to'g'ri haligi mijoz va ishlab chiqaruvchi xizmat ko'rsatish uchun bog'laydigan joy. Mana shu markazimiz bu yildan boshlab faoliyat yo'lga qo'yildi. Qabuldan boshlab to'la to'kis talaba bitirib ketgungacha har bitta demak ta'lim xizmatlarimi yoki bo'lmasa nota'limiy xizmatlarmi mana shu yerdan borib boshqariladi. Operatorlarimiz hammasi professional. Qaysi ma'nodaki, bu yerda o'tirgan operatorlarimiz hammasi, ya'ni bizda haligi o'zbekona qilib aytganda dekanatda faoliyat yuritganlar. Universitet bo'yicha nima masalasi bo'lsa, shu yerda bitta nuqtada qo'l markaziga o'xshagan joy ekan. Qo'l markazimiz alohida. Qo'l markaz alohida ishlaydi. Mana yagona darscha tizimi bor. Ha, davlatdagi yagona davlat xizmatlari markazini bir universitet uchun yaratilgan bir bo'lagi. Hozir biz 9-qavatga. Yo'q, bu 8. 9-qavatimiz bizda alohida maydon qilingan. Xo'p, bu qavatimiz bizda liboslar dizayni deyiladi. Bunga alohida e'tibor bering. Mana shuni talabalarimiz o'zi ishlanmalari. Bu endi kompozitsiyani ko'rib turgan bo'lsangiz, demak, ayol tarovati sifatida ko'rishimiz mumkin. Material. Albatta, bu libos dizayni bo'lgandan keyin har bitta libosni ma'lum bir demak qismlaridan olib bu kompozitsiya paydo qilingan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda tarixiy dunyodagi eng go'zal ayol sifatida e'tirof etilgan Mona Lisa ham talabalarimiz nimasi? Bu yerda tikuvchilik qiladi-da shunda. Ha, bu yerda bevosita mana o'qib, o'rganib, uni bichimlari, modellarini tanlab, mana shu yer o'zida to'g'ridan to'g'ri ko'rib turgan bo'lsangiz, bichib, tikib, endi kerak bo'lsa dazmollab, mana har bitta tikuv mashinasini o'zini funksional vazifasi bor. O'qish davrida o'rganadimi buni? Mana shu talabalarimiz. Qancha vaqt o'rganadi buni? 4 yil davomida. Kiyim tikishni 4 yil o'rganadimi? Yo'q, endi biz siz bilan kiyimni shunaqa deb o'ylaymiz. Aslida bu ham bir katta ilm. Ha, yo'q-e. Albatta, shunaqa qilib o'rganib qolganmiz. Biz tayyorlanib kiyib o'rganganmiz-da. Lekin aslida buni hattoki ma'lum bir aksesuar deymiz-ku bir. Har bitta elementida o'ziga yarasha bitta alohida bir fan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana hammasi bichib, tikib, nima qilib. Yo'q, bemalol o'tiringlar. Assalomu alaykum. Bemalol o'tiringlar. Sizga biron kartina yoqsa sovg'a qilishmoqchi. Qaradim, rasmlarga qiziqarkansiz, ijodga qarab qoldingizda o'shanga qaysi bir anaqa bo'lsangiz, Yo'q, endi fondimizdan olib, yo'q, noqulay lekin. Endi bu qavatimiz bizda turizm. Endi bilasiz, hozirgi kunda turizm, mamlakat turizm salohiyatini oshirish, haligi turizm xaritasini yaxshilash masalalari bo'lyapti. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda demak, bu taxminiy xizmat Da. ko'rsatish. Masalan, bu restoran, bar misol uchun har bittasida keyin mana bu stollarning ustini bezatish masalalari turadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, keyin mana bu yerda alohida maketlashgan qismimiz bor. Mehmonxonaga xonaning ichida room servisi. Ha, maketda. Ha, maket qanaqa bo'lishi kerak, bunga qanaqa xizmat ko'rsatilishi kerak. Mana shu jihatlarini qo'yamiz. Endi keyingi xonamizda endi bilasiz, mehmonxonaga kiradigan bo'lsangiz, siz birinchi kutib oladigan bu reception. Albatta. Hozirgi kunda biz o'sha butun tur agentlari tomonidan ishlatiladigan opera dasturini ishlatmoqdamiz. Bevosita talabalarimiz ham amaliy ko'nikmani o'sha yerda ko'rib, ishlarni amalga oshirishadi. Bu ham bir katta yo'nalish. Albatta, turizm. Ya sovg'a qildingizmi? Ayting-ku. sovg'a qildim sizga, men sizga o'xshab hadya ustoz universitetdan. Rasul Xidiraliyevichni Muallifi kim? alohida nima qilishyapti? Mana bunda HY deb qo'yilgan. Yozilganmi buni? Qaysi talabamizniki?
buni muallifini ham bilib olsam yaxshi bo'ladi. Endi o'zlaricha nima qo'yibdilar. Bu haqida sizga qo'shimcha ma'lumot berib yuboramiz. Ayni muallifi kim? Haqiqiy mana Mo'y qalam bilan chizilgan. qoy. Katta rahmat. Juda zo'r sovg'a Bo'ldi. bo'ldi. Buni san'atni yana bir alohida, jonli nimasi bor. Buni hozir ko'rishingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Bizani o'sha chiroy estetikasi kafedrasini mudiri Musayeva Shunaqa Nargiza. yo'nalish ham bor ekan. Kosmetologiya yangicha nom. Ha, buni shu erkaklar ham o'qiydimi shunga? Hozir Ikkita ikkita talabamiz bor edi. Ular hozir Turkiyada o'zlarini bizneslarini ochib, barber shop ochib ishlashyapti. Keyin mana bu amaliyot jarayonimiz. Hech kimga xalaqit qilmaymizmi? Yo'q, kelaveringlar. Mana bu yerda. Kimnidir operatsiya qilishyapti? Yo'q. Yo'q. Mana ko'rib turganingiz o'sha boya aytayotganimizdagi alaykum assalom. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Shu go'zallikni jamiki instrumenti shu yerda. Biz ko'rmagan va bilmagan jihatlar juda ko'p ekan. Bu alohida bir fan tarmog'i sifatida bizda respublikamizda hozir mana shuni ko'rib chiqmoqdamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, talabalarimiz Faqat shu yuz bilan ishlashga shuncha apparat, a? Hammasi yuz bilan. Bu больницada ham buncha apparat ko'p emas manimcha. Universitetimiz shunchalik bizga sharoitlar Bu yerda yaratgan. bitirib o'rganganlar shunda kim bo'lib chiqadi? Nima ish qiladi shunda? Kosmetolog, estetist bo'lib chiqishadi. Kosmetolog. Estetist bo'lib chiqadi. Bular xirurg emas, bular plastik jarroh emas. Bular faqatgina yuz chiroyi, yuz parvarishi, yuz sog'lig'i bilan ishlaydigan. Bir xillar buni shunchaki 1-2 oy kursda o'qib, o'rganib qilib Yo'q, ketsa bo'ladi deb mumkin o'ylaydi-ku, emas. lekin bu noto'g'ri-da, to'g'ri? Noto'g'ri. 4 yil o'rganadi shu. 4 yil o'rganadi. 4 yil o'rganadi. bir ma'lumot. Endi bilasiz, butun dunyoda gender tengsizligi masalasi bor. Bizning universitetda alohida bir xususiyati bor. Agar umumiy kontingentni haligi foizlarga nisbatan oladigan bo'lsangiz, bizda o'g'il talabalarga nisbatan qiz talabalarimiz ko'proq. 52% qiz talabalarimiz. Erkaklarda nimasi cheklanyapti ekan-ku, gender tenglik buzilibdi unda. Shuning uchun ham tenglik emas, tengsizlik deb gapiriladi. Ha, tengsizlik. Mana bu ko'rib turganingizdek kichik Oy. katta studiyani, demak, bo'lim-bo'lim qilib qo'yishgan. Hozir yorgan o'tamiz, ko'rasiz. O'zlari chizgan buni hammasini. Bitta narsaga alohida e'tibor berish kerak. Bitta rasmni biz endi ko'p ko'ramizda, kinolarda yoki nimalarda. Biron bir portret qo'yadi-da, bir o'shani chizadi deb o'ylaydi. Lekin aslida san'at asari mukammal chiqishi uchun uni detallarini kichikdan kattaga qarab borishadi. Chunki detal kichikdan kattaga qarab borsa, aniq chiqadi. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, tepadagi mana buni pastda kichik rasmdan boshlab, keyin katta hajmga o'tkazishgan. Ko'rdingizmi? Endi bu yerda katta, eng katta studiyasi. Assalomu alaykum. Rassomlarni yaxshi ko'raman-da men. Qoyib. Aka, mana bu yerda alohida kompozitsiya. Sekin-sekin buni ko'rayotgan bo'lsangiz, Jonlantirish. jonlantirishyapti. Bu hozir nimani tasvirlayapsizlar bu yerda? Dunyoning uyg'onishi. Siz o'qituvchimisiz yo o'zi rassommisiz? Yo'q, talaba. Talabasizmi? Sizlarga o'rgatadimi bir o'qituvchi bormi? Bu yerda bizda ikkita fan arbobi dars beradi. Badiiy akademiyani haqiqiy a'zosi. Alohida e'tibor berishimiz kerak. Keyin alohida bu yo'nalishimizni xususiyatlari bor. Bularni har yili biz, demak, bitta xorijda, bitta o'zimizda, demak, stajirovkasi bor. Mana o'tgan yili, adashmasam, bular Sankt-Peterburgdagi o'sha mashhur galereya bor. Bularda shunaqa nima bor ekan, endi men o'zim iqtisodchi bo'lganim uchun nimaga kirmayman, san'at, haqiqiy san'at asaridan nusxa olish degan. Shunga qarab turib, shuni nusxalab chizib chiqishadi. Endi to'g'ri, albatta uni hajmi yoki bo'lmasa ma'lum bir texnik jihatlari farqlanadi. Chunki nusxada-yu nomi bilan. Tashqaridan ko'pchilik o'ylaydi, bunaqa katta Ha, mana unda ichkarida juda katta ekan, keyin tashqaridan bir shunaqa universitet ekanda deb o'tib ketar ekanman-da, men ham ko'zim tushib, lekin to'g'risi ichkarida gap ko'p ekan lekin. Albatta, bizni mana shu hozir bu yerdagi kampusimiz, tibbiyot kampuslarimiz yoki o'sha Samarqand va Namangan viloyatlaridagi kampuslarimizga alohida tashrif buyursangiz, u yerda imkoniyatdan ham ko'rasiz. Hozirgi kunda bitta universitetni ichida avlod ta'lim olgisi kelmayapti. Endi qarang, dunyoda nima ketyapti? Mana biz shunga monand qilib 2+2 degan programmashga tushirganmiz. 2 yil bizda, 2 yil tashqarida. Endi navbatdagi o'quv yilidan boshlab mana o'sha Yevropa mamlakatida tashrif buyurgan paytda Yevropani o'zini ichida mobillikni boshlamoqchimiz. Ya'ni talaba birinchi kursga kiradi, 1 yil bizda o'qiydi. 2-yil masalan Koreyadagi hamkor universitetimizda o'qiydi. 3-yil borib Yevropani qaysidir mamlakatda o'qidi. Endi bitta masala shundan iborat bo'lyaptiki, qaysi universitet malakalaydi buni? Biz bir-birimizni hammamiz, demak, ta'lim dasturlarimizni o'zaro kelishib qabul qilib oldik. Tan olish. Ya'ni oxirgi universitet, ya'ni talaba o'quv yilini yakunlaydi va u tomonidan berilgan diplomga qolgan universitetlar hammasi o'zining diplomini beradi.
3 ta diplom bo'ladi. 3 ta diplom bo'ladi. Biz hozir bu narsani, demak, bizdagi Toshkent kimyo xalqaro universiteti, Bolgariyaning Varna menejment universiteti va Shotlandiya Kardifdagi Cardiff Metropolitan universitetini ishga tushirganmiz. Va hozirgi kunda 4 ta bitiruvchimiz, mana 3 yil davomida 4 ta bitiruvchimizda xuddi mana shunaqa triple, demak, diplomi bor. Eng alohida jihati Koreya, Qozog'iston, O'zbekiston ayol talabalarni ichida o'qiydi, tilni o'rganadi va unga plus sun'iy intellekt. Mana shuni to'liq yo'lga qo'yganmiz. Mana birinchi boshni tugatdik. Yanvar oyida, demak, Koreyadan 10 ta nafar ayol talaba, O'zbekistondan 11, Qozog'istondan 10 nafar talaba mana shu o'qib keldi. Keyingi yil xuddi shular keyingi kursda o'qiydi. Ta'lim dasturlari almashinadi. Oxirida mana shu 3 ta mamlakat, Kanon universiteti, bizning universitet va Qozog'istondagi, demak, universitetlar tomonidan bu diplom beriladi. Mana shunaqa mobillashgan, gibridlashgan ta'limni ma'lum bir shakllarini qo'llashni qo'rqmaslik kerak. Mayli, biz davlatni ta'lim standartlarini inkor qilmoqchi emasmiz. Talablarni ham bajaramiz. Lekin nodavlat oliy ta'lim muassasalari uchun berilayotgan erkinlikni, boya aytayotganimiz, akademik erkinlik, tashkiliy mustaqillik va moliyaviy avtonomiyani amaliyotda to'liq ko'rsatib, natijasini ko'rsatib bermoqchimiz. Qisqa vaqtda unga erishasizlar deb o'ylaymiz. Endi universitetda jamiyatdagi asosiy qiymatini belgilab beradigan narsa nima? Universitet jamiyatni hech narsa olmaydi. Jamiyatga faqat taqdim qiladi. Nima qiymat beradi? Demak, boyaga aytayotganimiz, kompetensiyaga asoslangan kuchli bitiruvchini jamiyat uchun intellekt sifatida beradi. Va u jamiyatdagi ma'lum bir masala va muammolarga yechim beradigan bo'lsa, men o'ylashim bo'yicha haqiqiy universitetning qiymati, ya'ni bizning reytinglar yoki turli raqamlar bilan ifoda qiladigan narsamizni ana u haqiqiy qiymatlab bera oladi. Mana shu yo'lda biz universitetni, demak, kompetensiyaga asoslangan universitet, ochiq, raqamlashgan va talabalar uchun, dunyo uchun hamkorlikka tayyor universitet sifatida ko'rmoqchimiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Tashkilotdan xursandman. Xush kelibsiz va sizni kutib qolamiz. Sizni, demak, 13-apreldagi, demak, Job Fair va 16-apreldagi, demak, Art Engineer, demak, ko'rgazmasiga taklif qilamiz. Ko'p yurar ekanmiz unda. Rahmat. Sog' bo'ling.